bugun ertalabdan shunaqa yig'ladim. Bu hissiyotni gapirib tushuntirib berish qanchalik qiyinligini bilmaysizlar-da qizlar. Ajoyib bir voqea bo'ldi. Kecha qalbim larzaga tushdi. Kimnidir og'zidan bilib bilmay gapirgan qarg'ish uchun larzaga tushdi. Kechqurun bo'ldi, ey Alloh dedim. Mayli, yuzimizni yoriq qilgin, shunaqa yoriq qilgin, martabamizni ulug' qilgin. Men hech kimga yomonlik ravo ko'rmayman dedim. Keyin ertalab turib choy ichib o'tirsak, qizim aytayapti: "Aya, bugun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirdilar tushimga", deyapti. Yig'ladi, o'tirib olib xo'jayinim bilan yig'ladi. "Men borman, nima Alloh, men borman" dedi. Elchisini jo'natdi. Bandam siqilmadi dedi. Shunaqa xursand bo'ldim. Insonlarni qilgan tuhmatni, qarg'ishi qanchalik o'ziga urganini, soniyalarda meni martabamni ulg'aytirib qo'yganini his qildim-da. Bu hazilakam voqea bo'lmadi qizlar. Shunaqa chiroyli voqea bo'ldi. Menga saboq bo'ldi. Dunyo tashvishlarga berilib, kimnidir qarg'ab, kimnidir qilgan ishini muhokama qilaman deb o'tirmanglar. Shuni o'zingizga so'rang. Robbim shunaqa degan-ku qizlar. O'zingizga so'rasangiz shunaqa chiroyli natijaga erishar ekansiz. Shu voqeani eshitganlar bitta payg'ambarimizga salovat aytsalar ham bo'ladi, yetadi menga. Obuna bo'linglar. Boshqa demayman bu safar, faqat salovat aytib, salovat yozib ketinglar.